Bir kun tongda Madina ko'chalarida ajoyib shov-shuv bo'ldi. Musulmonlar yuzlarini yoritgan xabardan judayam xursand bo'lishdi. Ey musulmonlar, Rasululloh Abu Bakrning qizi Oyshaga uylanyaptilar. Bir kuni tushlarida Oyshani ko'rdilar. U zotga bu sening jufting deyilgan edi. Balki endi Allohning hikmat to'la rejasining amalga oshish vaqti kelgandir. Rasululloh unda mening nomimdan boring dedilar. Vaqtni zoya qilmay Havla Abu Bakrning uyiga jo'nadi. Ey Ummu Rumon, Alloh senga ato etgan yaxshilikdan xabaring bormi? Nima ekan? Allohning rasuli meni Oyshaning qo'lini so'rash uchun bu yerga jo'natdilar. Rostdanmi? Abu Bakr hozir uyda emas. Iltimos qaytguncha kutib turing. Biroz o'tgach Abu Bakr keldi. O'sha qiziqonlik bilan Havla xushxabarni bayon qildi. Ey Abu Bakr, Alloh sizga qanday yaxshilik berganini bilasizmi? Allohning rasuli meni Oyshaning qo'lini so'rash uchun jo'natdilar. Havla Rasulullohning yaqin do'stining uyida mana shu xabarni aytgach, uyni sukunat qopladi. Bu oddiy ish emasdi. Allohning rasuli Abu Bakrning qizi bilan oila qurmoqni xohladilar. Mana shu xabardan avvalroq Oysha Mut'im ibn Adining o'g'li Jubayrga va'da qilib qo'yilgan edi. Abu Bakr bu holatni hech qoldirmay odob bilan hal qilmoqchi bo'ldi. Shu sabab Mut'imning oilasi bilan gaplashishga bordi. Uning niyati mana shu kelishuvni hech kimni xafa qilmagan holda yakun toptirish edi. Shunday qilib, Abu Bakr hurmat bilan va'dasini qaytarib oldi. Shu bilan yelkasidan katta yuk ag'darildi. Oysha ham ushbu xabarni xursandchilik bilan qabul qildi. Chunki bu taklifning mohiyatini tushunib yetgan edi. Uning qo'lini so'ragan inson oddiy inson emasdi. U zot barcha olamlar sarvari, halollik va ishonchlilik ramzi edilar. Bunday payg'ambarning rafiqasi bo'lishning o'zi bir ne'mat edi. Ko'p o'tmay Abu Bakr sevikli qizi Oyshani hayotida eng ishongan do'sti Allohning rasuliga unashtirdi. So'ng ular turmush qurdilar. O'sha kuni Oyshaning hayotida yangi eshik ochilgan edi. Kun kelib, u Rasulullohning so'zlarini, fe'l-atvorlarini hamda hayot tarzlarini chuqur o'rganib, ummatga yetkazishi kerak edi. Bu bilan onamiz asrlar davomida insoniyatga to'g'ri yo'lni ko'rsatmoqdalar. Ammo ana shu xursandchilik kunlarda ham musulmonlar uchun Makkadagi hayot shafqatsiz tus olgan edi. O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Butlarimizdan voz kechdingizmi hali? Ota-bobolarimizning yuziga oyoq qo'ydingizmi? Muhammadga ergashganlarni mana shunday sharmandali holat kutib turibdi. Makkada yashashning ilojisi qolmagandi. Musulmonlar uchun hijratdan boshqa yo'l qolmadi. Allohning buyrug'i kelishi bilan yashirin tayyorgarliklar boshlandi. Tun bo'lgach, eshiklar ochilib, musulmonlar birin-ketin asta-sekin Madina tomon yo'l oldilar. O'sha paytlari Rasululloh va u kishiga yaqin bo'lganlar hamon Makkada edi. Hijrat uchun buyruqni kutib turardilar. Shaharda esa shafqatsizlik kundan kunga avj olardi. Ko'p o'tmay Jabroil alayhissalom hamma kutayotgan xabar bilan keldilar. So'ng buyuk safar boshlanish arafasida edi. Kech qoldirmay Rasululloh Abu Bakr uyiga bordilar. Eshik ochilgach, Abu Bakr ham hayrat, ham quvonch bilan qaradilar. Yo Rasululloh, ota-onam siz uchun qurbon bo'lsin. Bu paytlar hech kelmas edingiz. Biror yangilik bormi? Rasululloh xotirjamlik bilan dedilar. Ha, Alloh menga Makkadan chiqib Madinaga borishga ruxsat qildi. Abu Bakr xursand bo'lib ketdi. Ammo shuningdek u xavotirda edi. Rasulullohga kim hamroh bo'ladi? Yo'lda makkaliklar aziyat berishsa-chi? U zotga nimadir bo'lsa-chi? Yo Rasululloh, safaringizda sizga hamroh bo'lish sharafiga ega bo'lsam maylimi? Rasululloh tabassum qildilar. Ha, ikkimiz boramiz. Ana shunda Abu Bakr o'zini dunyodagi eng baxtli insondek his qildi. Xursand bo'lganidan ko'zlaridan yosh chiqdi. Oysha ham o'sha yerda edi. Yillar o'tgach, shu holat haqida gapirib, bundan avval hech bir erkakning xursandchilikdan bunchalik yig'laganini ko'rmaganman. Hijrat onlari yaqinlashganda Rasululloh alayhissalom
oilasi va ayoli Oyshani Makkada qoldirib ketishlari kerak edi. Shu payti Madinada yangicha hayot boshlanayotgan edi. Birinchi bo'lib odamlar Allohning roziligi uchun to'plandilar. Nabaviy degan joyda masjid qurdilar. Vaqti kelgach, Rasululloh 2 sahobasini Makkaga jo'natib, oilasini olib kelish uchun yubordilar. Shunda Oysha onamiz ham Madinai Munavvaraga keldilar. Bu muborak shahar sekin-asta islom markaziga aylanardi. Kunlar hayajon va shirin intizorlik bilan o'tar ekan, bir kun tongda Madina ko'chalarida ajoyib shov-shuv bo'ldi. Musulmonlar yuzlarini yoritgan xabardan judayam xursand bo'lishdi. Ey musulmonlar, Rasululloh Abu Bakrning qizi Oyshaga uylanyaptilar. Bu kun hammamiz uchun bayramdir. Ana endi Oysha Allohning rasulining tunlari ibodatda qoyim bo'lishlariga guvoh bo'lishi mumkin edi. Shuningdek, oilasiga bo'lgan muomalalari va hayot tarzlari har birini o'z ongiga birma-bir muhrlab borar edilar. Nafaqat kuzatdilar, shuningdek, tushunmagan hamma narsalarni so'rar edilar. Hatto kichik narsalarni ham o'rganishni istar edilar. Shu bilan bir xonadon ilm markaziga aylandi. Shu sababli payg'ambarimiz sahobalari onamizdan ba'zi masalalarda maslahat so'rashardi. Ayol sahobalar esa eng shaxsiy masalalar uchun onamiz oldiga kelishardi. Ey mo'minlar onasi, taqinchoqlar va yupqa kiyimlar kiyishda qanday chegaralar bor? Ey Oysha, sadaqaning haqiqiy o'lchovi qancha? Payg'ambarimiz mehr bilan Humayro deb chaqiradigan onamiz Oysha esa nafaqat o'z zamondosh muslimalarga, balki keyingi avlodga ham to'g'ri yo'llarni ko'rsatar edi. Humayro payg'ambarimiz unga nisbatan aytadigan laqab edi. Bu uning yanoqlaridagi pushti rangni ifoda etardi. Shunday qilib, bu ism bilan tanilgan onamiz Oysha Allohning payg'ambarini eng yaqindan turib kuzatgan va u zot bilan bir hayotni baham ko'rgan sahoba edilar. Birga vaqt o'tkazishni yoqtirishardi. Uzoq suhbatlashishar, ba'zida hazil-huzul qilishar, ba'zida esa xursandchilik qilishardi. Bir kuni sahroda birga yurib ketishar ekan, Oysha yugura boshladi. Payg'ambarimiz esa kulib ortlaridan yugurdilar. Sahroning qumli yo'llarida hech kim ko'rmay turganida 2 qalb musobaqa qilishardi. Ana shu kuni musobaqa g'olibi Oysha onamiz bo'ldilar. Yillar o'tdi. Hayotning qiyinchiliklari birma-bir kelardi. Ammo ikkisi o'rtasidagi muhabbat hech yo'qolmadi. Yana musobaqa qilishganda bu safar payg'ambarimiz yutdilar. Chunki Oysha biroz vazn olgan edi. Payg'ambarimiz yelkalaridagi shuncha tashvishga qaramay Oyshaga tabassum bilan qaradilar-da, bu avvalgisi bilan bir bo'ldi dedilar. Bir-birlarining quvonchini baham ko'rishardi. Oysha xursand bo'lganida Rasululloh uni to'xtatmas edilar. Aksincha, u bilan birga xursand bo'lardilar. O'sha tongda Madinada ko'tarinki kayfiyat bor edi. Bir guruh odamlar qilich va qalqon olib namoyish o'tkazishardi. Oysha buni tomosha qilmoqchi bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom suyukli ayollarning qiziqishini bilib, muloyimlik bilan so'radilar. Tomosha qilishni istaysizmi? U ha dedi. Ana shunda Rasululloh muborak yanoqlarini Oyshaning yanoqlariga qo'ydilar va birgalikda jangni tomosha qildilar. Ana shu kunda Madina xursandchilikka to'lgan bo'lsa-da, onamizning xursandchiligi dunyo shovqinidan uzoqda bo'lib, Rasulullohga yaqin bo'lishda edi. Yelkalarida Rasulullohdan chiqayotgan nafasning o'zi u uchun dunyodagi barcha xursandchilikdan qadrli edi. Chunki u zot bilan o'tkazilgan bir soniya butun asrga teng bo'lardi. Ularning muhabbati yashirin emasdi. Hamma ko'rishi mumkin edi. Chunki payg'ambarimiz Oyshaga bo'lgan muhabbatni yashirmaganlar. Bir safar sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, kimni eng ko'p yaxshi ko'rasiz?" Ikkilanib o'tirmay, u zot Oysha dedilar. Musulmonlar onamizga bo'lgan hurmatlaridan uni Allohning habibining habibi deyishardi. Mana shu so'zlarning o'zi uning Rasululloh qalbidagi o'rnini ko'rsatib berardi. Kunlar tinchlikda o'tib borar ekan, onamiz Oysha Rasululloh bilan birga g'azotga qo'shildilar. Bu Banu Mustaliq g'azoti edi.